APLda markaziy o'yin bo'lib o'tdi. Manchester derbisi. O'xshash taqdirlar, ikkisida ham muammolar yetarlicha edi. Biri bosh murabbiy iste'foga chiqarildi va jamoa ichki muhiti buzilgan va ikkinchisida bo'lsa markaziy himoyachilari jarohat olib safdan chiqdi. Manchester City himoyasi bu o'yinda yoshlarga ishonib topshirilgan edi va yoshlar buni uddalay olishmadi. Abduqodir Husanov asosiydan tushgan o'yinda Manchester City 2-0 hisobida mag'lubiyatga uchradi. Gvardiola ham, biz ham bir xil fikrladik. Himoyadagi muammolarni hujum chizig'idagilar yopish kerak edi va bunday bo'lmadi. Hujumchilar deyarli imkoniyat yarata olishmadi. Manchester United qal'a bo'lib himoyada yotib oldi va kontratakada ajoyib o'yin ko'rsatdi Manchester Unitedning 2 goli ham kontratakada urildi va Mbembuning goli ta'riflashga til ojiz. Ajoyib tezlik ila qochib ketdi kontratakaga. 3-2 qolgan holatda Bruno Fernandes Mbembuga pas berib, Abduqodirning yonidan o'tgan to'p Mbembuning zarbasi va golga aylandi. E'tibor bering, Donnarumma bo'lmaganida Manchester City yirik hisobda yutqizgan bo'lar edi. Donnarumma o'yin qahramoni bo'lar edi agar Manchester City g'alaba qozonganda va ajoyib seyflar bilan ajralib turdi Donnarumma. Manchester City bu ochko yo'qotishidan keyin Arsenalni uzoqlashtirib yuboryapti. Agar Arsenal bu turda g'alaba qozonsa, oradagi farq kattalashib ketadi. Bu yilgi oltin to'pga nomzod qo'yilgan Erling Haaland ham bu o'yinda hech narsa qila olmadi. Amorimdan keyin kerak jamoani qabul qilib oldi va Cityga qarshi ajoyib tayyorgarlik qilib olib chiqqan ekan futbolchilarini. Manchester Cityning zaif joyiga qarab zarba yo'lladi va 2-0 hisobida jamoasi g'alaba qozondi. Sizlarga beradigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting do'stlar.